Voy, mana issiqqina nonni hidini, bismillah. Menimcha endi pishib chiqqan shekilli. Kim yana manta xonimlarni non bilan yeyishni yaxshi ko'radi? Yaqinroq kelinglar, mukbang qilamiz. Issiq haligacha hidingdan non qadrlab tursin. Men yoshligimdan beri chuchvarali ovqatlarni, manta xonimlarni, ya'ni xamirli ovqatlarni non bilan birga yeganman. Bismillah. Qatiq. Xonimma qatiqqa botiramiz. Wow. Issiqni. Kaliz qaynokamga bitta berib ko'ramiz, qani yoqarmikan unga. Kaliz qaynokam haliginda ovqat yeganman deb bir marta tishladi xolos, yarmini yedi xolos. O'shanga qolganini o'zim yeb qo'yaman. Bunday yog'li baquvvat ovqat ye-ya. Yo'q, har kuni ramyon yeyish kerak. Bismillah. Voy, maza ekan. Gap yo'q.